Jinsiy zaiflikni davolashda samarasiz va keraksiz bo'lgan davolash usullari. Demak, birinchisi har xil tibbiyotda hozirgi kunda qo'llanilayotgan gellar. U gellar hech qanday jinsiy olatni qon aylanishini yaxshilashga hamda jinsiy olatni ereksiyaning holatini kuchaytirishga samarali ta'siri yo'q. Sababi u gellar teri ostidan so'rilmaydi hamda jinsiy olat kavernos tanachalarining ichiga yetib bormaydi va hech qanaqa ereksiyani kuchaytirish uchun demak o'zini effekti yoki samarasini ko'rsatmaydi. Ikkinchisi, bu tibbiyotda qo'llaniladigan lazer uskunasi. Bu hech qanday samarasi yo'q bo'lgan davolash usuli. Sababi lazer to'lqinlari teri osti qavatdan pastki to'qimalar qavatiga o'tmaydi. Shuning uchun u yerda jinsiy olatda hech qanday qon aylanishini yaxshilovchi effekt yoki samara bermaydi. Keyingisi, uretra kanalini yuvish yoki jinsiy olat atrofiga har xil inyeksiyalarni qilish, qovoq sohasiga, chov sohasiga inyeksiyalarni qilish. Qanaqadir vitamin komplekslar, gidrokortizon vositalari, qanaqadir antibakterial vositalarni chov sohangizga urolog mutaxassislar davolab qo'yaman, shu yerga ukol qilaman desa, bilingki, buni hech qanday samarasi yo'q. Va oxirgisi, qon aylanishini yaxshilovchi prostata bezini massaj qilish, vibratsiyalar qo'yish hech qanday jinsiy olat qo'zg'aluvchanligi uchun samarali yordam bermaydi. Xo'sh, tibbiyotda qaysi usullar yordam beradi? Hozirgi kunda jinsiy zaiflikni davolashda samarasi yuqori bo'lgan eng effektiv davolash usuli bu zarb to'lqinli terapiya. Maxsus apparat bor. Bu apparat o'zidan tebranish beradi, bu o'zidan to'lqin hosil qiladi. O'shani aynan jinsiy olatning tanasiga qo'ygan payti zarb to'lqinlarining ta'sirida o'sha qon tomirlaridagi mayda kapillyarlarni qisqartirib, mushaklarni ta'sirlantirib, qon aylanishining yaxshilanishiga, mikrosirkulyatsiyaning kuchayishiga hamda jinsiy olatdagi qon aylanish kuchayishi natijasida demak ereksiya holatining yaxshilanishiga olib keladi. Siz yana qanday jinsiy zaiflikni davolovchi davolash usullari haqida eshitgansiz? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Agar sizda savol murojaatlaringiz bo'lsa, direktimizga murojaat qiling. Video yoqqan bo'lsa like bosib, tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.